Angliya shaklsiz planeta. Angliyaning yop-yeshil so'yimlik tuprog'ida Yerusalimni qurib chiqmoqcha ruhiy kurashlarimni to'xtatmayman. Qilicimni aram topmaydi. William Blake, ingliz shoiri. Angliya deyilganda kishilar bu davlatning obrazini har xil belgi bilan ko'z oldiga keltirishi mumkin. Men aqlimni azroq topganda Angliya degan ism Jahongir degan ism bilan tangdashgan. Radiodan Angliya Jahongirligi degan gapni anglab, onamdan uning nima gapligini so'rasam deb beramagan edi. Bolalikdagi qiziqish birdamlikli bo'lsa kerak, keyin undaq savollarni so'rashni unutdim. Xeyli yillardan keyin mahallamizning ma'zinidan yana shu gapni so'rab qoldim. Chunki bu gap hamma yer Jahongir bilan to'shib ketgandek anglanadi. Lekin Jahongirni ko'raman desam atrofda sapla odam. Jahongir degan oshkora cheliqmaydigan narsa bo'lsa kerak deb o'ylab qolgan edim. Jahongir degan gap dedi ma'zinimiz. Jahonni o'zining qilib olgan kishi degan ma'noda. Cho'g'ni qisadigan saymonni laxshigir deymiz-ku. Jahongir degan so'zdagi gir tutmoq degan ma'noda. Mundoq kenda. Butkul jahonni mening davogan kishilar Jahongir bo'ladi ekan. Jahongirlarning radioda qattiq tillanganiga qaraganda u cho'qim yaxshi narsa emaskan deb tushungan edim. Endi bilsam ojizlarning hammasi Jahongirlarni tillaydi ekan. Ojizlar kuchaysa o'zi burun tillagan ishni qilishdan yoltaymaydi ekan. Şoňa Jahongirlikning turlari nihoyat ko'p bo'ladi ekan. Tarix degan hiyla-mikirning mag'zablaridek bir narsa ekan. Xotiramda yana shundoq cho'kindilar turdiki, kishilar duxovi do'ppini Manchester do'ppa deyishidi ekan. Keyin bu gapni adabiy tilimizdami uchratgan edim. Duxovining ishlangan yeri Angliyaning Manchester shahri bo'lg'ashqa, do'ppilarimiz shundoq atalgan bo'lsa kerak deb qiyos qildim. 20-asrning keyingi 20 yilida 2-dunyo urushiga doir kinolarni ko'ralaydigan bo'ldik. Bu kinolarda Churchill qobil rahbar sifatida alohida gavdalanadi. Qora shlapa va palto kiyib olgan bu semiz odam hadab sigaret chekatdi. Xaritini qo'lidagi hosi tayiqi bilan ko'rsatdi. Shu chaqda uning hosi tayiqi naga tegsa shu yerda bir ish bo'ladigandek tuyulib ketadi. Yalta yig'ini ichilib jahondagi kurming odamning taqdiri uyon-buyon qilinganda Churchillmi bor ekan. Buni bilgandan keyin reallikdagi nurg'un ishni Churchillning hosi tayiqi, Stalinning mushtiki, Rooseveltning qalami bilan bog'lab tasavvur qiladi. Bizda nurg'un odam o'zi bilan Churchill o'ttirisidagi yoshirun munosabatni bilmaydi. Buni faqat tarixchilar bilan siyosiyga qiziqadigan odamlar tushunsa kerak. 20-asr kishilarining ideyasi va turmushiga cho'nqir ta'sir ko'rsatgan Karl Marxning izdanish hayotimi Angliyada o'tgan edi. Newton, Darwin, par mashinasi degandek ismlarni Angliya degan nomni sifatlaydi. Hozirgi yoshlar Angliya desa Beckham, James Bond, Harry Potterlarni ko'z oldiga keltiradi. Undaqda Shakespeare-chi. Men Shakespeare'ning Venetsiya sodigiri to'g'risidagi qiziqarli voqealarini o'rta maktabdagi tantarbiya o'qituvchim G'ani muallimdan anglagan edim. U bu hikoyani shu chog'larda Uyg'urcha nashr qilingan Shakespeare dramalarining hikoyalari degan kitobdan o'qigan ekan. Uning qiziqtirishi bilan Maria Lam va Charles Lamlar tarafidan dramadan o'zlashtirib chiqilgan ashu tom kitobni berilib o'qib chiqqan edim. Keyinchi Venetsiya sodigiri degan drama o'rta maktab darsliklarimizdan o'rin oldi. Shakespeare bugungi jahonga hokim bo'lmish ingliz tilining barpochilarining biri. İngiliz siyosiyonlari kundalik nutqlarida uning so'zlarini naql keltirdi. Biz uning asarlari bilan Abdushukur Muhammad Emin, Ahmad Emin, Mejit Toshlarning tarjimasi orqali yuz ko'rishdik.
Bir davlat yoki bir millatning obrazini uningga mansub ma'lum konkret shaxslar va narsalar orqali ko'z oldimizga keltiramiz. Uning ijtimoiy va siyosiy sistemasini uningga alohida ko'ngil bo'lgan odamlarla tushunadi. Davlat obrazi uning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy sistemasining tashqi posti sifatida kishilarning qalbidan o'rin oladi. Angliyaning tarixiy va siyosiy qiyofatini mufassal bayon qilish qo'lingizdagi bu kitobning maqsadi emas. Muallif sizga o'zining ko'rganlari asosidagi ahvollar va o'y fikrlarini taqdim qilib, sizni dunyoda bir kishilik o'rningizning bo'lishi uchun dunyoni ko'zatishga dalolat qiladi. Bir yilga yetmagan musofiratdagi kashmishlar Angliyani tushuntirishga hargiz kifoya qilmaydi. Bu haqda biz kitobiy bilimlarga murojaat qilib, ko'zatishlarimizni birlashtirgan holda o'qirmanlarimizga bir qism bilimni bermoqchi. Balkim bu keyingi sahifalarimiz uchun to'liqlash va yondin yoritish rolini o'ynab qolar. Britaniya ichki ishlar idorasi tuzgan Britaniya Birlashma Podshohligidagi hayot, Singapurlik Terri Tan yozgan Britaniya, Davud B. Kristofer yozgan Buyuk Britaniya madaniyati, Joe Bayindlos yozgan London, John McCormick yozgan bugungi Angliya, Fishautung yozgan Angliyaga ziyorat, Xo'xuyning yozgan Angliyaliklar mundoq yashaydi degandek bir qator foydalanmadan jug'lagan bilimlarim asosida Angliya haqidagi umumiy bir nazarga o'qirmanlarimni o'rtoqlashtiraman. Angliya haqida kishilar o'zlarining bilim muhitiga yarasha ta'sirotlarga ega. Bu haqda umumlikqa vakillik qiladigan bir xil ta'sirotni tipiklashtirib ko'rsatib berish tez. Buyuk Britaniyaning toza gullangan mazgillarida Angliyada ishlangan degan xitoba markalar kishilarni jalb qiladi. Shu chog'larda kishilarning nazarida inglizlarning obrazi xuddi Angliyaning manzarasiga o'xshashli o'zgacha edi. Chiroy ifodasi hamisha tamkin, qora shlap kiygan, qo'lida echilmagan kunlik, Angliya manzarasi Elizabet uslubidagi pakar uylar, qadimki cherkovlardan hosil bo'lgan qadamiylik turuq kuchlik shahar va qishloqlardan iborat edi. Bu qadimki va go'zal manzaralar dunyodagi talay kishini o'ziga tortib Angliyaga hisobsiz sayohat kirimi epkagan. Vaqtning o'tishi bilan ahvol o'zgardi. Yuqoriga qarashlar asta-asta tarixga aylandi. Amdilikda kishilarning ko'z oldida boshqa bir manzara namoyon bo'lib, Angliyaliklarning heliqidek tipik obrazi mavjud bo'lmay qolgan edi. Podshoh va xonishlarni shundaqla ularning mulozimlarini saqlab qolish bo'lsa tamoman savdo ehtiyojidan iborat bo'lib, bular sayohatchilarning tarixga qaytish psixikasini qondirishni maqsad qiladi. Undaq an'anaviy qiyofatdagi kishilarni bugungi kunda ko'chalarda ko'rgili bo'lmaydi. Qizil yuz dehqonlarchu kishilar Angliya sahrolarini zamonaviylikning ta'siri yetib bormagan, echilmagan rayonlar deb qaraydi. Amaliyotda Angliya sahrolari tamoman degudek 21-asrning iqimida. Dehqonchilikning mashinalashishiga ergishib, bu atalmish dehqonlar kompyuter texnikasini puxta egallab, yuqori fan texnikani obdan tushunadigan bo'lib ketdi. Ular ajdodlaridek ot va bo'qosi bilan teriqchilik qilmaydigan bo'ldi. Seriqchashliqlar degan sifat endilikda Angliyaliklar va Yevropaliklarga ancha mos kelmaydigan bo'lib ketdi. Choch va o'ngining rangi bir odamning ingliz yoki emasligini ayiradigan belgi bo'lmay qoldi. Har xil irq ingliz tilini qo'llanadi. Umuman bugungi Angliya ko'p xil irq, ko'p xil millat oralashib yashaydigan davlatga aylanib ketdi. Shunlashqa qaysi xil omilning inglizlarning tipiga vakillik qiladiganligini deb bermak tez. Davron rasmlaridagi, ya'ni e'lon rasmlaridagi ko'p millat oralashib turgan holatlar shakl uchun emas, balki Angliyaning hozirgi realligidir. Angliyaliklarning ajdodining tarkibi murakkab.
Ular milodiyadan burunqi 2000-yildan milodiya 11-asrgacha bo'lgan aralıqda kelib o'ltiraqlashib qolgan qadimki rimliklar, keltlar, saksonlar va shimoliy yevropaliklarning keyingi avlodi. Keltlar bu yerga kelishdan avval O'rta dengiz bo'ylaridagi ba'zi millatlar bu yerga kelib, London va Canterbury degandek shaharlarni qurib bo'lgan edi. Shuningdan 1000 yil keyin keltlar Fransiyaning Breton va Alps tog'laridan Angliyaga kelishgan. Ularning bir qismi shimolga ilgirlab Shotlandiyaga, hatto dengizdan o'tib Irlandiyagacha borgan. Mana bu bugungi Irlandiya va Shotlandiyadagi ba'zi milliy guruhlarning kelt tilini tirildirmoqchi bo'lishining sababi. Hozirmi ko'rinmal kishilari Bretonlar haqida so'z echilsa hayajonlanib ketadi. Milodiyadan taxminan 55 yil burun Rimliklar Angliyaga ko'z tikib keltlarni al qildi. Milodiyadan keyingi 4-asrlarda Rimliklar Germaniyadan kelgan Angliyalar, Saksonlar va Jutlarga tenkilanmay oxir Rim imperiyasi barbod bo'ldi. Shimoliy Yevropadagi dengiz qaroqchilari Anglo-Saksonlar va Jutlarni yengib Angliyaga toki milodiya 11-asrgacha hukmronlik qildi. 1066-yili Normandiya o'lkasining hukmroni Knyaz William Skandinaviya yarim orolining janubida qo'shin tortib g'alabaga erishdi-da, podshohlik taxtiga o'ltirdi. Normandiyaliklardan qolgan kona qal'alarni hozirmi Angliya sahrolaridan topqilib oladi. Rimliklarning qatnash sistemasining sinovlari hozirmi bor. Bugungi inglizcha jonliq tilda ashu qadimki millatlarning ta'siri bor. Hozirgi zamon ingliz tili bo'lsa, kelt tili, Shimoliy Yevropa dialektlari, Anglo-Sakson tili, Latin tili va fransuz tilining aralashmasidir. 19-asrning boshlarida nurg'un Yahudi Sharqiy Yevropadagi irqiy ziyonkashlikdan qochib Angliya va Angliyaning sharqidagi Sheffield rayoniga ko'chib keladi. Ular teriqchilik, mo'ykichilik va kiyim-kechak savdosi orqali bayiydi. 20-asrning o'ttirlariga kelganda yana bir qitimliq ko'chmanlar to'lqini Angliyani qopladi. Bengalliklar nomrodlik va nopus zishliqidan qutulish uchun Angliyaga kelib, ketib qolgan Yahudilarning savdosini davomlashtirdi. Sharqi Londonning Brick ko'chasiga joylashgan nazar chiroq uyi bu xil o'zgarishni nihoyatda obdan aks ettirib beradi. Bu uy 300 yil burun bir fransuz cherkovi bo'lib, keyin Wesley cherkoviga o'zgargan. Ondan Yahudi cherkovi bo'lgan. Әмділікті o bir monastir holatida. Bengalliklar 20-asrning 50-yillardan boshlab Angliyaga keldi. Bengalning Panjab o'lkasidan, Hindistonning Gujarat shtatidan va Misrning Ismoiliya rayonidan kelgan siklar, Keniya, Tanzaniya, Uganda, Malaviya qatorliq ellardan kelgan afrikaliklarmi Angliyada tirikchilik qilishga boshladi. Ular boshda Angliyaning Leicester, Birmingham qatorliq o'rta qismidagi shaharlarga o'rinlashgan bo'lib, bara-bara London rayoniga ko'chib kelishadi. Hozirmi Londonning bir qism rayonini oralasangiz Hindistonga berib qolgandek ta'sirotga kelasiz. 1950-yildan boshlab G'arbiy Hindiston odamlarimi Angliyaga kelib, yerliklar qilishni ancha xohlamaydigan ishlarni qilib turmush kechiradi. O'rtaq gullanish chembiriga a'zo davlatlarning fuqarosi bo'lish sifati bilan ular Angliyani o'z davlati qatorida ko'radi. Ular bu yerda chetga qiqilish va kamsitilishni xiyoliga keltirmagan edi. Ular temir yo'l kasbiga o'xshash mulozimat xarakterlik ishlarni qildi. Bu ishlarning kirimi to'van bo'lib, yerliklar ko'zga ilmaydi. Bu ahvol yosh ko'chmanlarni g'azablantirib, qonliq to'qinishlarni keltirib chiqargan edi. Britaniyaning hozirgi nupusi 59 million bo'lib, bu nupusning 2001-yildagi ahvoli mundaq. England 49,1 million. Ya'ni umumiy nupusning 83%ni egallaydi. Shotland 5,1 million. Ya'ni umumiy nupusning 9%ni tashkil qiladi.
Velish 2,9 million, ya'ni umumiy nüfusning 5%ga to'g'ri keladi. Shimoliy Irlandiya 1,7 million, ya'ni umumiy nüfusning 3%dan iborat. Britaniya nüfusida aqtalliklar umumiy nüfusning 92,1%ni, g'ayri aqtalliklar 7,9%ni egallaydi ekan. Britaniyada yana Osiyo, Hindiston, Pokiston, Bengal, Jongo qatorliq ellardan ko'chib borgan odamlar ko'p. Bularning ichida Hindiston, Pokiston, Bengaldan borganlarning nufusi 2 milliondan ortiq bo'lib, butkul Britaniya nufusining 3,6%ni tashkil qiladi ekan. Britaniyadagi Jongoliqlarning nufusi 200 mingdan ortiq bo'lib, umumiy nüfusning 0,4%ni egallaydi ekan. Wikipediyadagi uchurlardan ma'lum bo'lishicha, hozirgi mo'ljalga asoslanganda Britaniyadagi musulmonlarning ko'pi Turkiya va Siprus turklaridan bo'lib, Britaniyada jami 500 ming turk yashaydi ekan. Shundoq bo'lganda Britaniyadagi oz sonliq millatlarning umumiy soni 5 millionga yaqin bo'lib, butkul davlat nüfusining taxminan 8%ni egallaydi ekan. O'xshamagan iqlimdan kelgan ko'chmanlarning ko'payishiga ergashib, tabiiy holda irq masalasi kelib chiqqan va Britaniya hukumati oldingi asrning 60-yillaridan boshlab irqiy barobarlik haqida qonun tuzgan. Mush kunlarda bir kishi o'zining irqiy yoki milliy jihatda kamsitilganligi haqida arz sunsa va bu arzning haqliqligi isbotlansa, kamsitguchi qaysi irqdan bo'lishidan qat'iy nazar munosib qonuniy chora ko'riladi ekan. Angliya tarixida irqchilikqa doir mono vaqa intayin mashhur. 1993-yili Stephen Lawrence ismli bir qora tanlik o'smir Londonning sharqi-janubiy rayonidagi avtobus bekatida mashina saqlayotganda 5 oqtanlik yoshning zarbasiga uchrab o'lib ketdi. Ular qora tanlik balaga hech bir bahona sababsizla hujum qilib pichoq tiqadi va uning o'likini piyodalar yo'liga tashlab qo'yadi. Lekin qotil tuzuk ayblanmay qonun va adliya sohasida irqchilikning mavjudligini oshkorlab qo'yadi. Naq maydonni tekshirgan soqchilar Lawrence'ni o'ldirgan qotillarni qo'g'lab tutishda aktiv bo'lmagan. Uning ota-onasiga qo'pollik qilib, delo ahvolini bilish huquqini rad qilgan. Soqchi doiralari Lawrence sababsiz irqiy hujumning qurboni emas, balki bir maydon mojaroning qurboni deb hukm chiqargan. Gumondorlar haqida xeli aniq yeb uchib tursa-mu, tekshirib aniqlash ishlariga atay sus qaragan. Soqchi doiralari uchurlarni yoshirib bir-biriga chapon yepib, o'zlarining xatoliklarini yo'lliq qilib Shundoq qilib bu delo 1997-yilgacha surilib, oxiri aniqlangan. 1999-yilga kelganda Macpherson doklati e'lon qilinib, soqchi doiralarining bu xatoliklarini odatdagi xatolik bo'lmasdan, balki butkul qonun va adliya sohasiga yamrab ketgan tuzumlashgan irqchilikning natijasi deb yakun chiqarilgan. Macpherson doklati tuzumlashgan irqchilikning bog'liqini tan olgan va uni kaskin ayblagan doklat sifatida tira madaniyat va til farqiga qarab ish tutib, ozsonliq millatlarning huquq manfaatiga ziyon zahmat yetkazish qilmishlarini qattiq so'kkan. Doklatda irqchilik jinoyat shakllarini bartaraf qilishga oid 70 moddalik loyiha o'ttiriga qo'yilib, irqchi soqchilarni tozalash ta'kidlangan. Bu yerdagi tuzumlashgan irqchilik odatdagi fuqarolardan tortib davlat amaldorlariga qadar xufiyona sistemalashgan milliy kamsitish, yaklash va cheklashni ko'rsatdi. Macpherson doklatining muvaffaqiyati shuki, u Britaniya jamiyatidagi irqchilik hodisalarini oshkora e'tirof qilish bilan birga uni ochiq rad qiladigan yana bir qutbning borligini ko'rsatdi. Buni irqchilik yoki millatchilik xohishlarini cheklaydigan g'ayriy kuchni topqila bo'lmaydigan mutlaq tuzumlashgan irqchilikqa nisbatan ilg'orroq demay turolmaymiz.
irqchilik qonun, adliya, iqtisod, madaniyat, sahiya va tantarbiya, nopus qatorliq sohalar bo'yicha bir irqning yana bir irqqa yurgizgan bo'zaq qilish siyosatidir. Bu xil siyosat borgan sira taraqqiy qilib madaniyat tusini oldi va yangi irqchilik deb ataldi. Buningda bir millatning döt yoki aqlliq bo'lishi ko'p sonliqning madaniyat va qimmat qarashini o'lcham qilib ayriladi. Ko'p sonliqqa singib ketishni xohlamagan madaniyat to'pi planliq holda chatlashtiriladi. Biz misol keltirgan delodagi qora tillik bolaning ismi inglizcha, tilimi inglizcha bo'lib, faqat terasila osmali yassiya bo'lmagan edi. Shundaqdimi u irqiy o'chmanlikning nishoni bo'lib qolgan. Bu insonlarni cheklab turadigan barobar nisbatdagi kuch bo'lmaganda, uning jinoiy qilmishlarining teg'imi ilgirlab davom qilaveradiganligini tushuntiradi. Fan texnikaning taraqqiy qilishi va iqtisodning gullanishi bilan millatchilik yoki irqchilik oxirlashib qolmaydi, balki yangi tus oladi. Buni bugungi dunyoning vaziyatiga qarasak osonla tushuna olamiz. Bir kamsitilguvchining jismoniy halovati uning erkin vaqtidagidan ko'p yaxshi bo'lishi mumkin. Ammo u boshqalar tatavasi bo'lmaydigan huquqi orqali o'zining e'tiqodini qo'g'dab qilishga qodir bo'lolmasligi mumkin. Shuning bilan u haqiqiy insonlik salohiyatidan ayrilib qolishi mumkin. Ba'zilar odatda oz sonliq millat degan hukmni nihoyat oddiy tushunadi-da, nuqul nopus sonidagi masala deb qaraydi. Amaliyotda u nihoyat murakkab hukm. Cemiyetshunos David Popeno bir taraflamalik holda oz sonliq millat deganimiz irqiy, ijtimoiy, madaniyat qatorliq jihatlarda farqlanib turadigan, kamsitish va bo'zaq qilish obyektiga aylangan kishilar turkumidir deydi. U yana oz sonliq millat bilan ko'p sonliq millatning farqi sonining oz ko'pligida emas, balki huquqining oz ko'pligida deb izohlaydi. Ba'zi millatlar o'zi ko'p sonliq turib boshqa yerga panohlik izlab ko'chib berish tufayli bo'linib oz sonliq bo'lib qolishi mumkin. Masalan, Angliyaga ko'chib borgan bengalliklar yoki turklardek. Ba'zi millatlar o'zining yerlik muhitida ko'p bo'lsa-mu, u yerga yerlashgan ko'chmanlarning ovib ketishi bilan oz sonliq millat bo'lib qoladi. Masalan, Amerikadagi indiyalardek. Buningdan ma'lumki, oz sonliq millat degan hukm ijtimoiy va siyosiy ma'niga ega jamiyat kuchlarining nisbatidagi o'zgarishdan kelib chiqqan bo'ladi. Hindistondagi shiklar butkul Hindiston nufusining 2%ga yetmaydi. Ammo o'zlarining rayoni Panjobga nisbatan ko'p sonliq bo'lib, shu yerdagi nufusning 65%ni egallaydi. Demak, shiklar Hindistonga nisbatan oz sonliq, Panjobga nisbatan ko'p sonliq. Umuman oz sonliq millat degan hukm shartli ham nisbiy hukm. Shunga Norvegiyalik insonshunos Thomas Holland Erikson garchi oz sonliq millat degan so'z sondagi oz ko'plikni bildirsa-mu, kasbiy hujjatlarda siyosiy jihatdagi bo'ysunishni bildiradi degan edi. Ro'shanki bu aniqlamalar G'arbning ijtimoiy sharoitini shart qilgan. Angliya iqtisodining yaxshi bo'lishi va jamiyatning muqim bo'lishi dunyoning tinchsiz rayonlaridagi kishilarni bu yerga jalb qildi. 11-sentabr voqeasidan keyingi ma'lumotchiliklarda texmi shundoq bo'ldi. Dunyoning o'xshamagan joyidagi siyosiy tahdidlar, diktator tuzumlar va urushlar nurg'un panohlik tilaguchini keltirib chiqadi. Somali, Afg'oniston, Albaniya, Iroq, O'rta Osiyo boshqa yerga musofir eksport qiladigan rayonlarga aylanib qoldi. Musofirlarning turkumlab yetib kelishi yerlik Britaniyaliklarda iqtisodimiz ashular tufayli xarob bo'ladigan bo'ldi degan andishini paydo qildi. Davlat ichidagi etnik tarkiblarning ko'p xillashishi tabiiy holda nozik irqiy masalalarni paydo qilib, davlatning jiddiy ko'ngil bo'lish nuqtasiga aylandi
hamda irqiy kamsitishga qarshi turadigan va irqlararo barobarlikni negiz qilgan qonunlar tuzilib yo'lga qo'yilishga boshladi. Soğuqchilik urushining oxirlashishi Britaniyaning siyosiy atmosferasiga texmi ko'p ozodalik ep keldi. Oqso'ngaklar tabaqasi bilan avam o'ttirisidagi tabaqachilik azaydi. Kishilarning individual tanlashlariga bo'lgan an'anaviy kontrollik bo'shadi. Shaxs ozodlikqa tashabbusidagi madaniyat mahsulotlari bozorni keng egallashga boshladi. Texmi erkin, texmi keng qo'saq, sahiya va ma'arif jihatda texmi afzal bir jamiyat kishilarning ko'z oldida ayon bo'lishga boshladi. Angliyada ingliz tilidan boshqa qancha xil tilning so'zlanadiganligi aniq bo'lmadi. Kishilardan so'rab bilishimcha, faqat Londonning o'zida 200 xildan ortiq til so'zlanamish. Albatta bu sonning ichida Uyg'ur tilini bor deb qaradim. Londonda uzunroq turgan Uyg'ur qarindoshlardan so'rab bilishimcha, Britaniyada nafas ilayotgan Uyg'ur zoti 200 ga yaqinmish. Ular bog'chilarda, avtobuslarda bir-biri bilan telefon orqali so'zlashganda ona tilida bahuzur paranglashadi ekan. Avtobuslarda g'ayri ingliz tilida so'zlashganlar hech kimning diqqatini qo'zg'ayolmaydi. Chunki Londondagi ko'chmanlarning noposi butkul London noposining 30%ni egallaydigan bo'lib, dunyodagi musofirlar muzeyi deyishga bo'ladi. Qiziq yeri Britaniyada qancha millat bor desak, shuncha xil ingliz tili bor deyalaymiz. Chunki ular ingliz tilida so'zlasa, o'zlarining ona tilidagi talaffuzni qo'shib etadi. Shunga inglizlarmi buzilgan inglizchani anglab tushunishga ko'nikkan. Balkim Britaniyaning eng tipik yerlik mahsuloti ingliz tili bo'lsa kerak. Bu mahsulot bugungi kunda butkul dunyoni qopladi. Ma'lumotlardan ko'ra 1,4 milliard kishi uchun ingliz tili ma'muriy tusga ega ekan. 400 million odam ingliz tilini birinchi tili sifatida so'zlasa, 500 million odam ikkinchi tili sifatida so'zlaydi ekan. Uningdan boshqa 1 milliard odam maktablarda ingliz tili o'rganadi ekan. Dünya nüfusunun 3'ten 2 qismini ingliz tilidan azroq ma'lumotga ega deb hisoblashga bo'ladi ekan. Dunyodagi 60 dan ortiq davlatda ingliz tili hukumat tili yoki yarim hukumat tili sifatida ishlatiladi ekan. Britaniyada yana so'zlaguvchilari 100 mingdan oshadigan tildan 12si bor ekan. Bulardan Urdu, Hindi, Arab, Turk, Xanzu tillarini misolga elish mumkin. Britaniyada 2000 yillik tarixga ega bir til bor. U Gaelic tili bo'lib, ingliz tilidan farqlanadi. Odatda bu til milodiydan burungi 14-asrda shakllangan deb qaraladi. Bu tilning egasi bo'lmish Gellar, Irlandiya, Man oroli, Shotlandiya qatorliq yerlarga joylashgan. Milodiya 15-asrga kelganda Shimoliy Yevropadan bostirib kelgan Anglo-Sakson qabilalari Keltlarni Cornwall, Wales va Shotlandiya taraflarga qo'g'lab etgan. Gaelic tillari oilasiga kiradigan Welsh, Irland tili, Shotlandiya tili nisbiy mustaqil bu jo'grafiyalik rayonlarda mustaqil rivojlanib mang'alagan. Man oralini olsak noposi 80 mingdan oshadigan bu oralda ingliz tili bilan birga man tili hukumat tili qilinadi. Texi o'zining parlamentiga ega. Welsh tilini olsak so'zliguvchisi 750 mingdan oshadi. Welshlar asosan degudek sharq tarafdan Angliya bilan chegaralanadigan Welshda yashaydi. Bu til 20-asrning o'ttirlarida ingliz tilining hukumat, ma'arif va savdo sohalaridagi zo'magarligiga uchrab chatlashtirilgan. Natijada Welsh tili cherkov va oilalarda so'zlanadigan bo'lib qolgan. 19-asrda kon va po'lat to'mir ishchilari bo'lib kelgan ingliz ishchilar Welshlarni chetga qaqqashgan. Ularning bir qismi Argentinaga ko'chib ketgan.
Velish tilining chekinishi 1960-yillarga qadar davom qiladi. Keyin millatparvarlikning avj elishi bilan kishilar Velish tili orqali o'zlarining milliy kimligini qaytadan tiklamoqchi bo'ladi. 1964-yili Britaniya hukumati kishilarning bu xohishini qo'llab, Angliya radio shirkatining Velish tili tarmoqini qurib beradi. 1967-yili Velish tili faoliyatida Velish tili qo'g'diladigan til sifatida qonunlashadi. Natijada hukumat hujjatlari Velish va ingliz tilida yoziladigan bo'ladi. 1970-yilga kelganda Velish tilidagi yerlik gazet, 1982-yilga kelganda televiziya kanali ta'sis qilinadi. 1993-yilga kelganda Velish tili ingliz tili bilan barobar til sifatida hukumat tarafidan muqimlashtirilib, qonuniy va ommaviy ishlarda Velish tili ishlatiladigan bo'ldi. Velish tili hozir maktablarda bemalol ishlatiladi. Uzoq davrlik shonliq adabiyot tarixiga ega bu tilda muzika, adabiyot va drama kechiliklari o'tkazilib turadi. Kechiliklarda milliy shoirlarning sof Velish tilidagi she'rlari kishilarning yo'lliq bo'lgan milliy kimlik tuyg'ularini tozalab tavlab turadi. Irland tili Irlandiya 1803-yili Britaniyaning bir tarkibiy qismi bo'lganga qadar keng turda ishlatilib kelingan edi. Britaniyaga qo'shilgandan keyin Irland tili bir mezgillik xarob bo'lish davrini boshdan kechirdi. 19-asrning oxirlariga kelganda Irlandlarda jumhuriyat harakati paydo bo'lib, Irland tilini o'zlarining simvoli va madaniyat kimligi sifatida himoya qilishga boshlaydi. 1921-yili Janubiy Irlandiya qisman mustaqil bo'lib, Irland tilini asliga keltirdi. Navbatda Irland tili Irlandiya Cumhuriyetining rasmiy birinchi hukumat tili sifatida ishlatilmoqda. Shimoliy Irlandiyada Irland tilini ishlatish sazgur siyosiy masala bo'lib kelgan bo'lib, 2001-yilga kelganda butkul Shimoliy Irlandiyadagi 1,7 million odamdan faqat 167,490 odamlar Irland tilidan oz to'la xabari bor bo'lib chiqqan. Britaniya hukumati ishning chatoq ekanligini tonib yetib, yerlik tilni kuchaytirish uchun iqtisodiy kapolat beradi. Shuning bilan qo'sh tillik maktablar va mustaqil tildagi radio televiziya programmalari borliqqa keladi. 2004-yili Britaniya hukumati Irland tilida kino televiziya filmlarini keng turda ishlashni yo'lga qo'ydi. Irlandiya adabiyoti milodiya 6-asrdan boshlangan mo'l natijalik adabiyot bo'lsa-mu, bugungi kunda Irland tilini yak til sifatida, ya'ni ona til sifatida ishlatadigan odamdan 5000 atrofida qolgan. Shotland tilimi boshni og'ritadigan masala bo'lib kelgan. Milodiya 15-asrda Irlandiyadagi keltlar Shotlandiyaning g'arbiga ko'chdi. 5 asrdagi yeganalik bu tilning xos rivojlanishiga imkon beradi. Biroq ular afzal turmush sharoitini qo'lishib uyoq-buyoqlarga chechilib ketgachga, mazkur tilning hayotiy kuchi ojizlashga boshlaydi. 1891-yildagi ma'lumotda bu tilda so'zlashadiganlar 250 ming bo'lgan bo'lsa, 2001-yili 60 mingga tushib qolgan. Bu Shotland aholisining 2,1%ni tashkil qiladigan son edi. Mushu sonning ichida Shotland tilini yaktil sifatida ishlatadiganlardan oran 5000 odam qolgan. Bu tilmo namrat tarbiya ko'migan qiyiqinda odamlar so'zlashadigan til sifatida kamsitilib kelgan bo'lib, 2004-yili Britaniya hukumatining qo'llashi bilan maktablarda ishlatilishga boshlaydi. Maxsus radio televiziya programmalari yo'lga qo'yiladi. Aslida shonliq an'anaga ega bu til 1707-yili Shotlandiya parlamentining amaldan qoldirilishi bilan amaldan qilib, ingliz tili ma'arif va savdo tiliga aylangan. Biroq Robert Louis Stevenson, Walter Scott
Robert Burns qatarlıq dunyoviy adiblar bu tilni Shotlandlarning muborak ovozi sifatida qadrlab shuhratli asarlarni yozib qoldirishgan. Endilikda bular Shotlandiyaning faxrlik namoyandalari bo'lib qolmay, dunyo adabiyotidagi klassik namoyandalardir. Hozir har yili 25 yanvar Burnsning xotira kuni sifatida dag'adug'iliq xotiralanib, uning burunqi inoqlikni eslatadigan qadinas do'stlar degan she'ri naqsh qilib o'qiladi. Bu butkul dunyo biladigan mashhur naqshidir. Bugun shoir Tom Leonard va dramaturg Robert Maclellanlar bu tilda izchil yeziq chiqib kelmoqda. Angliya, Amerika, Kanada qatorliq g'arb davlatlari millatlar munosabatini qandoq bir taraf qilishga doir tajribalarga boy davlatlar bo'lib hisoblanadi. Turli shakldagi assimilyatsiya siyosati mushu allarda borliq kelib, assimilyatsiyaning turli andizasi tayyor pishiqlab ishlangan mahsulotlar sifatida Osiyo, Afrikadagi ko'p millatlik nurg'un davlat tarafidan sinoq qilindi va qilinadi. Amerikaning har xil millatni afzal iqtisodiy sharoitdagi anglo-sakson madaniyatining doshqozonida qaynatib, yangi mahsulotlarni paydo qilishi anglo uyg'unlashmasi modelini keltirib chiqadi. Yerlik xalqqa iqtisod, fan texnika, ma'arif qatorliq jihatlarda yordam berish, til va din tarqitish, aslidagi o'ltiroq yerlarni o'zgartirish, nopus qurilmasini qayta tangshish qatorliqlar ashu allarda tajribadan o'tgan usullardir. Biroq bu usullardagi insoniyatsizliklar tanqidga uchragan va bir qism millatni eritish qiyinga to'xtaganlikdan Kanada va Avstraliya hukumatlari 1970-yillardan boshlab assimilyatsiya modelidan voz kechib ko'p kulturchilik siyosatini yo'lga qo'ydi. Dunyoning irqiy siyosat jihatdagi yaqinqi o'zgarishiga Avstraliyaning yangidan saylangan zunglisi Rod Mikhail Kevinning yerlik xalqdan apu so'rashi tipik bir misol bo'la oladi. Kapitan Cook Avstraliya tuprog'iga tunji qadam qo'yganda bu yerdagi yerlik xalqning bu quruqlikda yashab kelganiga talay asr bo'lgan edi. 1988-yili Avstraliya hukumati bu zemin bayqalganligining 200 yilligini xotirlaganda, yerlik xalqlar 200 yillik ijara haqqini to'lasin deb to'lashgan edi. 1869-yili Viktoriya shtati yerlik xalqlarni qo'g'dash qonun loyihasini tuzib, yerlik xalqlarning bolalarini ota-onalari va yurtlaridan ayirib, oqtanliklarning oilasida madaniyatlik qilib tarbiyalash siyosatini yurgizgan edi. To'limi diyonat tusiga ega bu plan keyingi tarix tarafidan xiyonat deb ayblandi va yerlik xalqlarning majburlab ep ketilgan farzandlari o'g'irlangan avlod deb ataldi. Kishilik huquq faoliyatchilarining izchil tanqidlab kelishi natijasida oldingi qarordagi Zungli Jon Xovard hukumatiga oshkora apu so'rash taklifi qo'yilgan edi. Biroq Jon Xovard toki vazifasidan tushguncha bu talabni rad qilib kelgan. Oldinqilarning xatoligini keyingilarning ustiga elishi bo'lib qaralgan bu masala 2008-yili 2-oyning 13-kuni mushu jihatda va'da berib taxtga chiqqan Rod Mikhail Kevin tarafidan to'liq muayyanlashdi. U mundoq dedi: "Biz ularning oilasi va jamiyatini parchalavatganligimiz uchun ota-onalar, qarindoshlar va och singillardan apu so'raymiz. Biz faxrlik millat va madaniyatning xo'rliqqa uchrashiga sababkor bo'lganligimizdan kechirim so'raymiz." Bu gapdan Avstraliya fuqarosi hayajonli ko'z yoshi qildi. Ahonatlik tarixning bo'psini qandoq tashlab etishni bilish siyosiyondagi iqtidorning bir turidir. Agar elimizda 10 yillik madaniyat zo'r inqilobi davomida uval qilinganlar aqlanmasa, keyingi islohot qadami o'ngishli bo'lmas edi. Agar Amerika Martin Luther Kingning tug'ilgan kunini davlat bayrami qilib bekitmasa,
Washington qatarlıq şəhərlərə puhralar huquqi abidəsini tikləməsə, tarixdəki nomusluq səhifələrə yüz kəgələ bulmaydı. Demək, kən qosaqlıq keləcəknin ən yaxşı siyasi dəsmayısı. Köp milletlik dövlətlərdə köp kültürçilik siyasetini yürgüzüş yeni bir yüzleniş bob qaldı. Köp kültürçilik degen nima? O, əvzəl orundaki etnik türkümge yat boğan başqa etnik türkümlərinin özünün mədaniyet, til cəhətdiki alahidiliki və xaslıqını saqlab davamlıq cari qıldırışığı boğan qanuni kapalətini köz tutu. Britaniyanın hazırki siyasetimi köp kültürçilik təşəbbüsü bilen tərkiblengen. Sırtın köçüp gelip yerleşken toplamı muşu siyasetten bəhrəmən bolalaydı. Medeniyet ve tarix cihetden murakkab basquşlarını baştan keçirgen Britaniya aldınqı əsrinin ahırlarında yine çoğ bir siyasi islahatını oңuşluq tamamladı. 1997 yılı 9. ayının 12 ve 18. günlerinde Şotlandiya hem Velish ayrım halda şu yerdeki bütkül xalqning ray sinişidin ötküzüp çeklik avtonomiya tüzülmesini ornattı. 1999 yılı 5. ayda ular özlerinin yerlik parlamentlerini teşkil kıldı. Bu hukukni yüksek derecede merkezleştirgen an'anaviy tüzülmenin tarihi özgürüşü bop kaldı. Şu yılı 10. ayının 26. günü yuqori palata parlament islahat to'g'risidagi loyihaga 3 qitim qarab chiqib, oqso'ngliklar varislik tuzilmasiga xotima berdi. Agar biz yaqinqi zaman dunyo tarixini bir quri varaqlab chiqsak, shuni bayqaymizki, bugungi talay kishining taqdiri Angliyaning ta'siridan mustasno emas. Angliyaning ta'siri deyilganda esimizga sanoat inqilobi, parlament sistemasi va ingliz tili keladi. Har bir ijtimoiy inqilob tafakkur inqilobidan ayirib qaralmaydi. Adam semiz John Maynard Keynes qatorliqlar kapitalizm ideyasining shakllanishiga zo'r ta'sir ko'rsatgan iqtisodshunoslardir. Bugungi dunyoning demokratik sistemasiga Thomas Hobbes, John Locke, John Stuart Mill zo'r ta'sir ko'rsatgan. İngiliz tilining ta'siriga kelsak, ingliz tilini yaxshi o'rgangan odam dunyoning qayeriga bormasin o'zini tushunadigan va yordam qiladigan odam topalaydi. Ma'lum ma'nodan aytganda, Angliyani, ya'ni inglizlarni tushunish, dunyoni tushunish desak mubolag'a bo'lmas. Bugungi angliyaliklarning milliy kelib chiqishi har xil bo'lib, ularning chet elliklarga bo'lgan pozitsiyasi o'xshamaydi. Ro'shanki, angliyaliklarni turga ayirishmi qiyin. Bugungi Angliya ba'ayni millatlar qo'shilishining qozoniga o'xshaydi. Navoda ba'zi millatlarning uyushmasi ojiz bo'lib, tarqoq holatda turgan bo'lsa, bundaq millatlarning yangi kelgan a'zolari qiqinda so'qinda bo'lib qolgandek his qiladi. Nurg'un angliyalik yotlarga nisbatan aldirab erib ketmaydi. Velishlar va shotlandiyaliklar sal qizg'in. Shotlandiyaliklar inglizlarni do'stona emas deb vaysaydi. Albatta Londonliklar sahrodikilardek qizg'in emas. Chunki cho'ng shahar odamlari surkilib yurishsimi munosabat sus keladi. Sahrodagi angliyaliklar qoida yo'sullik va do'stona keladi. Ular yordamga muhtoj notanish odamlarga yordam qo'lini sunadi. Cho'ng shaharlarda bo'lsa undaq emas. Sen yordam so'ragan u odamlarni poyezdga yoki metroga aldirash ketayotganlar bo'lib, savollaringga javob bergili cho'lisi yo'q. Balkim ularmi senda kelgunda bo'lib, ishlarni tuzuk o'qib ketmaydi. Ammo yordam kerak bo'lganda yerlik inglizlar asqetib qoladi. Ulardan xususiy gaplarni ko'p so'rasang ro'yi yenib ketadi. Masalan, yerlik inglizlardan "Na'dan keldingiz, nega borasiz?" deb so'rashda ehtiyot qilish kerak. Bu xususiy maxfiyat qatorida ko'riladi. O'z ishiga puxta bo'lish so'ziga markazlashgan ifodalar angliyaliklarni so'g'uq degan batnomga erishtirib qo'ygan.
Bu ancha adil bo'lmaganlik. Kishilar bilan aralashganda angeliliklar tunji qadamda qizg'in bo'lib ketmaydi. Agar tashabbuskor bo'lsangiz va ularning shaxsiy ishiga aralashmasangizlar, ular asta-asta eriydi. Muhim do'qmishlarda tijorat qilayotgan ushshoq tijoratchilar asonla sayohatchilarning gap so'rash obyektiga aylanib qoladi. Mobodo ulardan yo'l so'rasangiz, qiyos qilingki, balkim siz 100-chi savol so'rag'ichi bo'lib qolishingiz mumkin. Angeliliklar poyez, metro, avtobuslarda jim gap qilmay o'tiradi. Agar bir poyez boshqa bekatga borg'ichi yarim yo'lda tasodifiy to'xtab qolsa-mu, yerga tushgan yingnaning ovozi anglangudek jimjitlik hukm suradi. Favqulodda do'stlardan bo'lmasalar, ular paranglashib yurmaydi. 30 odam bor vagonda gazet yoki kitoblarning shiriqlagan ovozidan boshqa ovoz anglanmaydi. Jungoda vaqirab so'zlashib o'rganib qolgan odamlar bundoq jimjitlikdan bearam bo'ladi. Chunki angeliliklar ularning gapiga sukut bilan javob beradi yoki kulimsirab qo'yadi. Metrolarda mast bo'lib, alatag'il vaqirab yurgan sayoqlarni ko'rib qolishingiz mumkin. Angeliliklar undoqlarni ko'masga selib o'tib ketadi. Tomosha ko'radiganlar umuman chet ellik sayohatchilar bo'lib chiqadi. Agar ma'lum bir rayonda bir millatdan bo'lgan kishilar ko'p bo'lsa, shu millat kishilari o'z millat doirasida aloqa qilib, boshqa millat kishilari bilan aralashib ketmaydi. Masalan, bir shaharda inglizlar, qora tanliklar, xanzolar, greklar, hindilar va boshqa millatlar o'ltiraqlashishi mumkin. Siz o'ltirgan ko'chada hindilarning kabobxonasi va gazet jurnal bodkasi, italyanlarning pivoxonasi, Jungoliklarning tez tomoqxonasi, inglizlarning talla bozori, turklarning do'nar kabobxonasi bor bo'lishi mumkin. Bundoq oralashib yashash Angliyada omumlashgan ahvol. Do'st tutish va yaxshi munosabat o'rnatishning unumli yo'li narsa setib olish bo'lsa kerak. Chunki do'kondorlar tabiiy holda boshqalarga qizg'in bo'lib qetib-olmaydi. Ular kona xaridorlarga nisbatan nihoyat qizg'in bo'lsa-mu, yangi xaridorlarga undoq emas. Chunki ular ziyoda qizg'inlikning boshqalarda tashvish paydo qilib qo'yishidan ansiraydi. Shunga xaridor tashabbuskorlik qadamini o'zi elishi kerak. Angliya rastillaridagi bu millatlarning do'konlari konservativ inglizlar bilan aloqa o'rnatishning sahnasiga aylanib qolgan. Cho'ng soda magazinlari va bekatlar bundoq tonishishlarga muvofiq kelmaydi. Shotlandlar, ya'ni shotlandiyaliklar. Shotlandlar so'z cho'chaklardagidek uncha ig'ir mijoz emas, bakli qizg'in, ko'ks qorni keng, san'at o'yjaydisi mo'l. Agar ularni pixsiq desang, toza odil bo'lib ketmaydi. Bundoq qarash asosan ularning qadimki davridan qolgan bo'lib, ularning tishiga tegish uchun deyilgan. Shotlandlar bu haqda o'zini masxara qilib o'ynaydi. Velishlar. Agar velishlarni xato holda angliyalik deb solsangiz, ular xapib qoladi. Shotlandlarmi shundoq? Velishlar nihoyatda do'stona bo'lib, she'r bilan muzikani yaxshi ko'radigan millat. Ular shotlandlar bilan birga inglizlarni masxara qiladi. Shangangdan kelgan jungoliklarni shangangliklar deyishingizni yoqtirmaydi. Hozir 2-chi, 3-chi avlod shangangliklar butunlay inglizlashib, faqat yapma qapoqlarla qoldi. Ular o'zlarini BBC deyishni yaxshi ko'radi. Ya'ni Britaniyada tug'ilgan jungoliklar deyishni yaxshi ko'radi. Agar siz kanton tilini bilmasangiz, ya'ni Guangdong shivasini bilmasangiz, cho'ng yoshdagi jungoliklar bilan birga ishlash zerikishlik bo'ladi. Chunki ular inglizcha bilmaydi. Yangi avlod jungoliklar Angliyada tug'ilib o'sgan bo'lib, inglizcha siraban. Ular pochta, ommaviy qatnash, doktorxona qatorliq o'rinlarda ishlaydi. Ko'chmanlar, panohlik tiliguvchilar va chegaradan qonunsiz o'tganlarning ko'payishiga ergishib, Putunxo Jungo bozori do'qmushlarining tiliga aylandi. 2001-yildagi statistikaga asoslanganda Angliyadagi jungolikning soni 200 mingdan oshdi.
Dunyodagi barliq ishxonaning xizmat tartibi asosan o'xshab ketadi. Boshqalar bilan tushunish hosil qilishning yo'llari nihoyatda ko'p. Tushlik tomoqni angliyalik xizmatdoshlar bilan birga yeyish Angliya madaniyatini tushunishning yaxshi fursati. Angliyalik xizmatchilarning tushlik tomoqi intayin oddiy. Şirket o'z xodimlarini yuqori kaloriyalik tushlik tomoq yoki kechlik tomoq bilan ta'minlaydi. Nurg'un xizmatchi xodimga nisbatan sandvich, ishchi va shokoladlar asosiy yemaklik bo'lib hisoblanadi. Birga g'izolanish yotsirash tuyg'usini yo'qotib qolmay o'z madaniyatingni ularga tanishtirib, boshqalarning ko'nglini ufitadigan fursatga noil qiladi. Balkim Angliyaning hamma narsasini yaxshi ko'radigan bo'lib chiqishing ularning do'stligini qo'lga keltirishning o'limlik usuli bo'lib ketishi notayin. Angliyaliklar o'z madaniyatini himoya qiladigan hamda Angliya madaniyatiga qiziqadigan chet elliklarni hurmat qiladi. Bundaq chog'larda ular siz bilan ichak-ishib, sizga choy damlab va qaysi magazinning mollarining yaxshi ekanligini aytib beradi. Gerçi Angliyada millat va irqlar barobar bo'lsa-mu, chaqchaq va gap so'zlarda eshib ketish ahvollari bo'lib turadi. Yomon g'araz bo'lmasalar ba'zi savalliklarni o'tkazib bo'ladi. Ortiqcha zig'irlab o'ltirmasingizlar ba'zi bahuzur kulki chaqchaqlar munosabatni yaxshilaydi. Xizmat o'rinlarida irqiy to'qinishlar kamdan kam yuz beradi. Bundaq ahvolda ziddiyatni ulg'aytmay munosabatlik organlar orqali masalani hal qilishga bo'ladi. Angliyaliklarning mijozi qiziq. Bir qarasa shundoq ish mijoz, bir qarasa shundoq yumoristik. Mayli shotlandlar, velishlar yoki inglizlar bo'lsin, xalqni kuldirishga usta bo'lib o'zini mazoq qila oladi. Şoňa kişiler Amerikalıqlarmı özlerini mazaq qilalagan bolsa, psixika doktorining oldiga berib yurmagan bo'ladi deyishadi. Agar bu üç millatning alohidaligini chaqchaq bilan yakunlashga to'g'ri kelsa, Shotlandlarni pixiq, Velishlarni romantik, inglizlarni sovuqqon deb sifatlash mumkin. Turmush yumor bilan sug'urilgan. Angliya taratqullaridagi ko'plagan e'lon qaysi xil tovardan uchirib bermasin azroq chayqavalda xususiyatiga ega. Balkim hech qanday xalq Angliyaliklardek o'zini masxara qilolmasa kerak. Men o'sgan muhitda cho'nglarni hurmatlash an'anasi nihoyatda kuchli bo'lib, cho'nglarga chaqchaq qilish behurmatlik hisoblanadi. Ammo men Angliyada nurg'un mo'ysipitning hayyorliklarini ko'rdim. Angliyaliklar kamsitish xarakteridagi so'zlarni ko'p holda o'ziga qaratib aytadi. Bundaq taraflarni televiziya ekranlaridan ko'p uchratqili bo'ladi. Bosh personajlar hamisha chechig'an nochilarni qistirib uchisiga sangul-sungul kiyimlarni kiyib rab-rab qiyofatda sahnaga chiqadi. Kulki oldida har qanday narsa cheqilg'ili bo'lmaydigan darajada suturlik bo'lib ketmaydigan ruhga ega. Bir chaqlarda metrosiga va Paddington poyezd stansiyasiga o't ketganda ofatga uchraganlarning oila tabobatlari o'zlarining bu balo qazodan o'tib ketish ishonchisini o'zining jimjit chiroy ifodasi bilan namoyon qilgan edi. Ommaviy maydonlarda urushish angliyaliklarga yot qiliq. Agar bir xil mulozimatdan rozi bo'lmasa, urushib yurganning o'rniga adab bilan baho berib ketib qoladi. Hatta mulozimat suhbatini taftish qiladigan organlarni xaridorlarning bu tarafini tanqid qilishga majbur bo'lgan. Angliyaliklarning bundaq qilishining to'g'ri xatoligini ayirib o'ltirish bizning ishimiz emas. O'zingiz uchragan nohaq tufayli vari qilsangiz, boshqalar sizga qiziqib qaraydi. Bu qarashdan sizni tarbiya ko'mabdi deb ayblaganlik chiqib turadi. Angliyada er-xotinlarning biri ishlaydi ekan. Hozir har ikkisi ishlaydigan oilalar ko'payib ketibdi. Odatda oilalarda birdan 2gacha bola bo'ladi. Bankdan qarz elib uy setib oladi. Ko'ngil ochganda ko'p hollarda qaboqxonaga berishadi. Hafta oxirlarida oila bo'yicha billa dam oladi. Yilda 20 oy kanikulga chiqishadi. Ailelardagi boy kambag'allik farqi faqat ularning uyining qaysi rayonda ekanligi,
aram elish shaklining qandaqligi, kanikul o'tkazadigan yerni tanlash qatorliq jihatlarda ko'riladi. Angliyaliklar ko'p holda o'zlarining qimmatli vaqtlarini Gretsiya va Italiyada o'tkazishni yaxshi ko'radi. Angliyada oila a'zolarining soni oz bo'ladi. Chunki yoshlar iqtisodiy jihatdan mustaqil bo'lgan hamon oilasidan ayrilib mustaqil yashaydi. Oila a'zolari sirtqa o'pchi tomoqqa chiqqanda xizmatdagi farzandlar bilan ota-onalarning hisoboti ayrim bo'ladi. Ota butkul oilasining iste'moli uchun pul to'laydigan ish angliyaliklari kam ko'riladi. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, xizmatdagi bolalar ota-onasidan ayrilib turadigan ahvollar asta-asta o'zgarib, uy o'choqliq bo'lguncha ota-onasining uyida turishni xohlaydigan bo'lgan. Chunki uy ijarasi qimmat bo'lganning ustiga u uyda uni bir dova kir kiyimlar bilan muzdek sovuq tomoq kutib turadi. Bu hol ota-onasi kulib turib eshik ochadigan illiq oilaga yetamdi. Ba'zilar bu ahvoldan ansirab, onalarning farzandlariga haddidan ziyoda ko'yinishi, ularning nikohlanishdagi mag'lubiyatiga sabab bo'lmamdu deyishadi. Bundaq hodisa davomliq avj olamdi yo'q. Bu boytaqlar turalg'usining ijarasi arzonmi yoki qimmatmi, xizmat va turalg'ularning mulozimati mukammalmi emasmi degandek masalalarga chetiladi. Avlodlarni mustaqil turmushga qo'yib berish ularning baldurroq pishib yetilishiga foydali bo'lib qolmasdan, ularning oila qurishiga asos soladi. Odatda to'liq o'rta maktabni bitkizib oliy maktabga kirish oldida turgan yoshlar bekor vaqtidan foydalanib sayohatga chiqishni tanlaydi va bu orqali yot muhitning turmushini yashab boqadi. Balalar ota-onasining cho'ntikiga qo'l so'zmasalar, ular ballarning qonqib yurishlarini to'sib ketmaydi. Turmush ma'nilik bo'lish kerak, har bir daqiqani zoya qilmaslik kerak degandek gaplarga angliyaliklar ancha eran qilib ketmaydi. Ularcha bu hargizmi balalarni o'z mayliga qo'yib etish bo'lmasdan, balki ularning turmush nishonini o'zi tanlashi uchundir. Pul topmaydigan balalar ota-onalarning nazarida sayoqlarga kirmaydi. O'rta tabaqadagi nurg'un ota-ona balalarni xizmatdan burun sayohatga chiqib kishilik hayot haqida izlanib ko'rishga rag'batlantiradi. Ba'zilarning Angliya yoshlarini g'o'run deb ayiblashi ancha odil emas. Balog'atga yetishdan burun ular o'z g'oyasini qo'g'lashadi. Balalarning qandoq qilishidan qat'iy nazar har bir ota-ona yetarli sharoit bo'lsalar bolalarning o'zlari bilan birga turishini orzu qiladi. Oila a'zolarining inoq munosabati to'g'risidagi aniqlama har bir jamiyatda o'xshash bo'lmaydi. Oraliqning yaqin bo'lishi inoqlikdan derak bermaydi. Angliyaliklarning alohida bir tarafi shuki, ular qarshi tarafga mahkam yepishib olmaydi. Ular faqat boshqalarning beshiga kun tushganda yordam qiladi. Angliyadagi irqiy masalalar. Angliya hukumati oz sonliq millatlarning ehtiyojiga intayin ko'ngil bo'ladi. Irqiy kamsitishga munosabatlik bir ish yuz bersa, angliyaliklar nihoyat jiddiylashib ketadi. Oqtalliklar bilan g'ayriy oqtalliklar birga turadigan maktab, ishxona degandek xizmat o'rinlarida kishilar irq masalasiga nisbatan sazgur keladi. Burun junguluqlar asosan yemak-ichmak mulozimati bilan shug'ullanadi. Hozir ular pochta, transport, bank sohalarida ishlaydigan bo'ldi. Amaliyotda junguluqlarga qarshi kayfiyat yo'q hisobda bo'lib, jamoatlar ara irqiy to'qinishlarmi yuz bermaydi ekan. Angliyaliklarning tarix, madaniyat, siyosiy portretini tal-to'kis tasvirlab berish qo'limdan kelmaydi. Bu vaqtdagi munosabatlik materiallarni ko'rib kelib etib, Amerika faylasufi Emersonning 19-asrning oldingi yerimidagi Angliya ziyorati diqqatimni tortdi. Yana Rus pedagogi Konstantin Dmitrievich Oshinskyning jamiyat tarbiyasidagi xalqchilik haqida degan asrining Angliyadagi jamiyat tarbiyasi bobi diqqatga sazovardir. Men bu ikki gigantning asarlaridan naql keltirish va zarur tepilgandagi ba'zi izohat orqali ingliz xarakteri to'g'risida
fikrlik o'qirmanlarimizni turli yeb uchiga ega qilishni arziydigan emgak deb hisoblayman. Oldi bilan bir pedagogning nazaridagi ingliz xarakteri va shu xarakterga asoslangan milliy ma'arif to'g'risidagi aytilmalarni ko'rib boqayli. Angliya tarbiyasi uchun ilm maqsad emas. U balki xarakterni, odatlarni, fikr yurgizish holatini, haqiqiy oqso'ngaklarning qiliqlarini, orzu-armanini taraqqiy etkizadigan choralarning biridir. Ular fanniy faoliyatlarning kamchilligidagi ta'nalarga bizning ishimiz kitob yozish emas, odam barpo qilish deb javob beradi. Izohat. Noqul ilm-fan natijasini qo'g'lashgan ma'arif ilmni jaholatga aylantirib qo'yish xavfidan yiroq emas. Bundaq ahvolda o'quvchi muayyan natijani sinoq qilish vositasiga aylanib qoladi. Germanlarga o'xshash Angliya oqso'ngaklarimi yoshligining eng yaxshi chog'larini klassik adabiyot ustida o'ltirib o'tkazadi va klassik adabiyotdan mustahkam unutilmas bilimga ega bo'lib oladi. Lekin inglizlar klassik adabiyotdan germanlarga o'xshash tarix yoki falsafa o'rganmaydi. Balki klassik adabiyot tilining kuchlikligi va ochiqligini, iboralarning aniqligini o'rganmoqchi bo'ladi. Chunki klassik adabiyot o'zining til va iboralarining shu tarafi bilan farq qiladi va shular bilan ingliz tilidagi mantiqining tashkil bo'lishiga cho'ng ta'sir ko'rsatadi. Klassik yozuvchilarning ba'zi bir iboralari parlament notiqlari tarafidan har qachon naql keltiriladi va tarjima qilishni talab qilmaydi. Izohat. O'zining til va adabiyot jihatdagi an'anasidan ayrilgan ta'lim-tarbiya, milliy ruh va milliy ongdan mahrum bo'lgan notavon ta'lim-tarbiyadir. O'zidan 30 necha hassi cho'ng territoriyaga ega bo'lib, kun potmas imperiya deb nom olgan bir orol xalqidagi kuchni uning o'z til adabiyotiga tutgan muomalasidan ayirib qaraya olmadik. Nasihat ahamiyatlik. Ko'rsatilgan ulgi uningdanmi ahamiyatlik. Lekin hammadan muhimi rahbarlikdir deydi Angliya pedagogikasi. Xalqning xarakteri qandoq bo'lsa, uning tarbiya xarakterimi shundoq. Izohat. Boshqurish usuli, ideyasi, hatto boshqurg'uvchilari o'zidan bo'lmagan xalqda o'zining haqiqiy ma'arifi bor deyishga bo'lamdi. Qani, faylasuf Emerson inglizlar haqida nima degan? Angliya bog'chiga o'xshaydi. Kulrang ufq ostidagi etizlar xuddi qalamda sizib qo'ygandek. Agar millatning talantini o'lchaydigan umumiy o'lcham bor deyilsa, u o'lcham muvaffaqiyatdir. Agar dunyoda 1000 yil mobaynida muvaffaqiyatga erishib kelgan davlat bor deyilsa, bu dal Angliya. Angliya o'zining madaniyati, farosati va havas ishtiyoqlarini boshqa barliq davlatga singdirdi. Ularning qarashicha, ya'ni inglizlarning qarashicha hamma ish logikaga uyg'un bo'lishi kerak. Agar favqulodda zo'r bir shafqat osmondan tushsa, bu logikaga uyg'un bo'lmasa inglizlar qabul qilolmaydi. Go'yo bu shafqat ularning o'z natijasini ko'mivitdigandek. Ularning g'ururi sabab natija munosabatiga bo'lgan ixlosi, realistik logikasi, vositasi va nishonining birligi ularning hozirgi zamon dunyosidagi rahbariy o'rnini belgilagan. Bu millat bir taraflama holda amaliyatchilikka berilib ketgan. Agar ular xushallik izlamoqchi bo'lsa xizmat qiladi. Ular obro'y, diniy hissiyot va qandoqdir g'alati bir xiyol uchun qon to'kmaydi. Ular boylik va boylik bilan o'lchanadigan huquq uchun inqilob qiladi. Ular indiyalardek jang paltisi usuliga havas qilib ketmaydi. Fransuzlardek orden va shon sharaflarga berilib ketmaydi.
İngilizlar faqat o'z xizmatini qiladi, maosh uchun tirikishadi. Agar siz uning maoshiga, kalisiga, huquq manfaatiga yoki do'koniga tegib qo'ysangiz, u siz bilan qiyomatgacha elishadi. Büyük qonun, zastatilla atrati, jismoniy qo'g'dinish huquqi, xon jamoati sud mahkamasi, paraxo'rliq beji, papa tuzumi, mustamlika, Amerika inqilobi deganlarning hammasi faqat erkin ozoda tomoq yeyish uchundir. Birov buningga chekilmasalar, inglizlar boshqa ishlar uchun g'azablanib ketmaydi. Ular Injil, odat qonuni, Shekspir, Bekon, Milton, Poppe, Yak, Cooper, Burnis va Scottlarning asarlaridan naql elib so'zlashadi. Albatta, Angliyani tushunishning eng yaxshi yo'li u yerning xalqlari bilan yuz tura holda ish va faoliyat birligiga ega bo'lishdir. Dunyoni faqat gazet va televiziya tashviqotiga tayinib tushunish, ehtimol nazarimizni to'qilma bir dunyoning sehriga tushib qo'yishi mumkin. Bu dunyoda sizning haqqingiz bor. Siz hozir nada? Globusni o'ng turib peqirtib beqing.